Assalomu alaykum hammaga. Ismim Mulolxon. To'g'risi men hech qanaqa youtuber, bloger yoki sotsialniy figura emasman. Shunchaki bu video shu hamyurtlarimizga ingliz tilini bilib, qanaqangi ishga topshirish bilmay yurgan yoshlarimizga shu foydali bo'ladi degan umidda bu videoni olyapman. Xo'p, men o'zim shu Qatar havo yo'llarida sales agent bo'lib ishlayman. Bu yerga kelganimda bildimki, bu yerda taxminan 20 ga yaqin ana shu sales departamentda ishlaydigan o'zbeklarimiz bor ekan va ularning juda ko'pchiligi men gaplashganimda ana shu bizda nima deydi buni, o'rtakash deydi, middleman. Shularga ma'lum miqdorda pul berib, ma'lum miqdori ham qancha, taxminan o'zbek so'miga 15 million, 20 million atrofida puli bo'ladi. Shunaqa miqdorda katta pul berib ishga kelganlar ekan. Men o'zim hech qanaqa o'rtakashsiz, bu o'zimni maqtanish yoki boshqa maqsadda emas, shunchaki ana shu o'rtakashdan qochib, shunchaki o'rtakash borligini ham bilmaganman. Shu Qatar Airways saytiga kirganman va shu careers bo'limidan salesperson ishini tanlab topshirganman. Xullas, gapni aytyapman. Ingliz tilini bilsangiz bo'ldi. Bu sizga hech qanaqa o'rtakash, sizga hujjatlaringizni yig'ib beradigan odam bo'lish shart emas. Nimaga? Chunki birinchidan u aldab ketishi mumkin. Ikkinchidan, hech qachon hech kim siz o'zingiz uchun harakat qilgan harakat qilmaydi siz uchun. Bu bor narsa. Hayot qonuni desa ham bo'ladi, agar u yaqiningiz bo'lmasa. Xo'p, keyingi masala. Xo'p, siz mana shu ingliz tilini bilasiz. Ozgina bo'lsa ham customer service'da ana shu klientlar bilan ishlashda tajribangiz bor. Bo'ldi. Sizga aytadigan, kerakli bo'ladigan narsa shu. Qatar Airways saytiga kirasiz. O'sha ishlar bo'limi, ya'ni careers bo'limidan o'zingizni comfortable his qiladigan yoki o'zingiz tajribam bor degan bir ish tanlaysizda apply qilishni boshlaysiz. Apply qilishdagi eng asosiy narsa rezyumeni, ya'ni shu CV ni chiroyli formatda bo'lishi. O'zi haligi Google ga, internetga yoki YouTube ga o'zi kiritsangiz ham CV yaratish yoki rezyumeni qanday qilib tayyorlash, o'zbekcha ham juda ko'p ma'lumotlar bo'lsa kerak menimcha. Asosiy talab qilinadigan narsa simple, oddiy, tushunarli, ixcham. Ko'p ma'lumotni ham hech kim o'qigiz kelmaydi. O'zingizdan qiyos qiladigan bo'lsak, juda ko'p ma'lumotli CV ni o'qigiz kelmaydi yoki ma'lumot o'qigiz kelmaydi. Hamma hozir vaqtni tejagiz keladi. Xo'p, shunaqa va CV'ingizga albatta professional holatda ana shu rasmni attach qilishingiz kerak. Ya'ni o'sha formal holatda degani custom shim bo'ladi, galstuk yoqsa chiroyli oq ko'ylak. Shuni attach qilib apply qilasiz. Taxminan 1 oy, uzog'i 2 oy ichida sizlarga ana shu CV'ingiz bilan attract qiladigan bo'lsa, yetarli darajada sizga intervyu kunini belgilaydi. Mana shu kuni siz intervyu bo'ladi, iltimos o'sha intervyudan 5-10 minut oldin tayyorlab turing degan ma'noda. Bu o'zi aytadigan narsa emas. Iloji bo'yicha 5-10 minut oldin internetingizni to'g'irlab, o'sha yorug', chiroyli xonada sizga o'sha intervyu yuz qismingizni bo'lni ko'ra oladigan holatda tayyorlab, intervyuga tayyorlab qilasiz. Intervyuda so'raydigan narsalar nima? Juda oddiy. Siz o'zingiz haqingizda aytib ber deydi. Misol uchun, tell me about yourself. Bu juda ko'p joylarda so'raladigan savol. Hatto o'zimiz O'zbekistonda ham shunaqa savollar berishsa kerak. Undan keyin mana shu tricky question deydi. Bilmayman, nimaga biz seni ishga qabul qilishimiz kerak degan savol beradi. Juda ko'p joyda shu savollar beradi. Ya'ni ular ko'rgis keladi, bu employee qanaqa qilib bunga javob beradi. Ya'ni faqat o'zini o'ylaydimi, selfishmi yoki teamwork ham qo'lidan keladimi degan ma'noda shunaqa savol so'raydi. Oddiy javoblardan qochishga harakat qilish kerak, menimcha.
bu meni shaxsiy fikrim. Misol uchun juda ko'pchilik nimaga seni ishga qabul qilishimiz kerak desa, men ishchanman, yaxshi ishlayman, o'zim ishimni misol uddasidan chiqa olaman degan oddiy javoblardan qochib qanaqadir unik javob berishga harakat qilish kerak. Va yana bir so'raydigan narsa, endi agar customer service ga topshiradigan bo'lsangiz, albatta bu savolni so'raydi. Menga tell me about a situation where you handle the tough with tough customer. Ya'ni shu shunaqangi holat haqida gapirib berki, qiyin mijoz bilan o'sha konfliktni hal qilgan holat haqida gapirib ber degan savol beradi. Bo'lsa buni aytasiz haqiqatda, yo'q bo'lsa o'sha inglizlarda bir gap bor, fake it until you make it. Ya'ni shu sun'iy bo'lsa ham, endi yolg'on degan so'z ishlatim kelmayapti. Sun'iy holatda bo'lsa ham o'sha atmosferani yaratib, shunaqa holatda men klient bilan ishlaganman, u mendan mamnun bo'lgan, qanaqadir o'sha storytell qilib berasiz. Xo'p, shu intervyungiz yoqadigan bo'lsa, sizga ya'ni shu javobingiz yoqadigan bo'lsa, sizga yana 2 hafta ichida ular o'sha tabrik xatini jo'natadi. Tabriklayman, keyingi etapga o'tdingiz, bla bla bla, shunaqa javoblar. Va keyingi etapda nima qiladi? Keyingi etapda sizni backgroundingizni tekshiradi. Ya'ni siz o'sha CV'ingizda, rezyumengizda men oldin bu joyda ishlaganman, menejer bo'lib ishlaganman yoki supervizor bo'lib ishlaganman degan qanaqadir ma'lumotlar kiritadigan bo'lsangiz, o'sha joylarda yo menejeringiz yo supervizoringiz yoki bo'lmasa boshlig'ingizni nomerini so'raydi. Nimaga? Chunki ular o'sha background check o'zining sistemasi bor. O'sha o'rtakash odamlarga sizni CV'ingizni beradida, ular sizni backgroundingizni tekshirib beradi bular uchun. Ular shu boshlig'ingizga ham kimga bo'lsa siz bergan nomerga telefon qiladida, bu ish sizda ishlaganmi? Ha, qanaqa ishlagan? Yaxshi ishlaganmi? O'zini qanaqa tutadi? Shunaqa savollarni beradi. Bu shunchaki formal. Haligi juda deep meaning yo'q, lekin bitta narsaga e'tibor berish kerak, o'sha siz bergan nomer ishlaydigan nomer bo'lishi kerak. Ya'ni telefon qilib ko'tarmasa, albatta shubhaga boradi. Keyin sizga ana shu PDF formatda medical check o'zini o'shaligi kasalliklaringiz bormi yo'qmi degan formatda bir 50 ga yaqin kasalliklarni ro'yxatdan jo'natadi va uni shu boksga siz tekshirib chiqishingiz kerak. Ha, bu kasallik menda bor, yo'q, bu kasallikka men chalinmaganman degan ma'noda. Shundan keyin hujjatingizni topshirasiz va bu yo'g'i shu odatiy holat ishga qabul qiladi va bitta narsasi yoqadi menga. Mana shu boshqa xayoller qanaqa bilmayman, lekin bu Qatar Airways menga asosiy yoqadigan jihatlardan oyligi yomon emas. Birinchidan asosiy oyligingiz bor va undan tashqari sizga insentiv, commissionlar beradi, ya'ni sotuvingizga qarab. Misol, buni reveal qilish mumkin emas, deyiladi va haqiqatda aytish mumkin emas, qancha komissiya olinadi yoki insentiv olinadi, lekin yaxshi. Yetarlidan ortiq desa bo'ladi. Xo'p, keyin yana bir bularning yaxshi tomoni, bir yilda 28 kun full paid sick leave olishingiz mumkin. Ya'ni qanaqadir kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz, doktorga borasiz. Doktorga borib, shu doktor sizga sertifikat beradi. Ha, bu ish kasal degan. Bir yilda 28 kun kasal bo'lsangiz ham, ishga bormasangiz ham o'sha kasal bo'lgan kuningizga pul to'laydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bir yilda, ya'ni 28 kun half pay. Ya'ni oyligingiz deylik, bir kunligingiz taxminan misol uchun $100 bo'ladigan bo'lsa, $50 to'laydi. Kasal bo'lgan kuningizga, ishga kelmagan kuningizga. Va yana 28 kun not paid. Ya'ni kasal bo'lasiz, ishga bormaysiz va sizga pul to'lamaydi, lekin ishdan ham chiqarib olmaydi. Shu jam hisoblaganda 90 kun sick leave ga topshirishingiz mumkin. Ariza. Misol uchun
issiq jonimiz qanaqadir kasal bo'lib qolishimiz bor yo boshqa bor. Bundan xavotir olmaylik. Keyingi yana benefitlardan bittasi bir yilda bir oy O'zbekistonga ham qayga borsangiz ham sizga bir yilda bir oy ta'til beradi va o'sha ta'tilga ham pul to'laydi. Bir yilda 30 kun. Bu yana bir narsa, menga juda yoqadi bu narsa. Menimcha O'zbekistonda ham bor bu. Misol uchun sizni dam olish kuningiz shanba yakshanbaga to'g'ri kelib qoldi va o'sha shanba yakshanbaga qanaqadir Qatarda bayram to'g'ri kelib qoldi. Misol uchun milliy kuni deylik. Independence shu mustaqillik kuni deydimi, qanaqadir bayram kuni to'g'ri kelib qoldi. Ham bu sizni dam olish kuningiz edi, ham bu milliy bayramga to'g'ri kelib qoldi. Endi nima bo'ladi? Agar siz boshqa kun ishlaydigan bo'lsangiz, misol uchun bayram kuni, dushanba kuni to'g'ri keladigan bo'lsa-yu, sizni ish kuningiz shanba yakshanba bo'ladigan bo'lsa, dam olish kuningiz. Bu ana shu dam olgan kuningizga oylik yoziladi yoki qisqaroq qilib, tushunarliroq qilib aytaman. Misol uchun dam olish kuningizga bularni bayram kuni to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, yana 1 yo 2 kun o'sha bayram necha kun davom etishiga qarab turib, yana o'shancha kun qo'shimcha ta'til olasiz. Va buni xohlagan kuningizga to'g'rilab olasiz. Misol uchun 28 deylik avgustga 28-29 avgust kuni sizni dam olish kuningiz, ya'ni day off, shanba yakshanba deylik, to'g'ri kelib qoldi va ana shu shanba yakshanbaga ta'til kuni ham to'g'ri kelib qoldi. Siz nima endi boshqa kunga to'g'ri kelganda o'sha kun ham dam olishingiz kerak edi o'zasizlar. Ya'ni 4 kun dam olishingiz kerak edi. Lekin 2 kun dam olyapsiz. Endi nima bo'ladi? Bayram kuniga sizni dam olish kuningizga bayram kuni to'g'ri kelib qolgani uchun yana o'sha 2 kunni ham yana alohida dam olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam ish kuningizga bayram to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, ana shu ish kuningizga 2 barobar oylik yoziladi. Misol uchun bir kunda deylik, misol uchun $100 oladigan bo'lsangiz, bayram kuni ishlaganingiz uchun $200 olasiz bir kun uchun. Buni misol tariqasida aytyapman, chunki hamma oylik har xil bo'ladi. Yana bitta eng asosiy narsa menga juda yoqadi, qator havo yo'llarini boshqa havo yo'llarda ham bo'lish kerak. Men bilmaganim uchun faqat qator havo yo'llarida tajribam bo'lgani uchun aytaman. Qanaqa davlatga hujjat topshirsangiz ham, ya'ni bilet olib uchmoqchi bo'lsangiz ham 90% chegirma bor va bu unlimited, ya'ni cheklovsiz. Deylik, O'zbekistonga bilet qaradingiz, O'zbekistonga bordi keldi bilet narxi $5. Siz shunchaki $50 pul to'laysiz. Agar qator havo yo'llarida uchsangiz, albatta qator havo yo'llarida uchasiz. Nimaga? Chunki hozir 180 dan ortiq davlatga o'zi qator havo yo'llari o'zining o'sha reysi bor. Ya'ni bu degani birinchida juda ko'p davlat kiradi. Siz o'sha hayolingizga kelgan qanaqa davlat bo'ladigan bo'lsa, shu davlatlar bor. Misol hech kim Shimoliy Koreyaga borgisi kelmasa kerak, Shimoliy Koreya bir ikkita davlatlarga, ko'pchilik sayohat qilmaydigan davlatlarga bularning reysi yo'q xolos. Qolgan hamma davlatga bularning reysi bor. Ana shu davlatlarga siz 90% chegirmada cheklovsiz xohlagan kuningiz, xohlagan, misol uchun hozir mening dam kunim, ertaga indinga men ish kunim. Hozir uchib ketaman, 2 kundan keyin qaytib kelaman, ish kunim shu yerda bo'lsam bo'ldi. Bilet olaman, ketdim. 90% chegirma, cheklov yo'q. Shu narsa juda yoqadi. Va bir yilda bir marta tekin bilet, qaysi tomonga uchadigan bo'lsangiz ham, O'zbekistonga borib kelasizmi yo boshqami, bir yilda bir marta tekin biletingiz bor va undan tashqari uylangan bo'lsangiz, ayolingizni chaqirish uchun bilet bor va ota-onangizni chaqirish uchun ham bilet bor, ya'ni tekin bilet. Qisqa qilib aytganda qulayliklari benefit deydi, o'zbek tilida nima bo'ladi? Qulaylik desa bo'ladi. Qulayliklar juda ko'p. Shu bilmayman ma'lumot qay darajada yaxshi, foydali bo'ldi, lekin shunchaki ulashim keldi. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, komment yozib qoldiringlar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.